Assalomu alaykum do'stlar. Isroil davlatida O'zbekiston elchixonasi Isroilda ishlab kelayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun e'lon chiqardi. Diqqat bilan tinglanglar. Iltimos, diqqat bilan tinglang. Hurmatli yurtdoshlar, hozirgi xavfsizlik vaziyatini va joriy yil 12-martiga qadar mamlakatda favqulodda holat joriy etilganligini inobatga olgan holda shaxsiy xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida quyidagilarga qat'iy rioya qilishingizni so'raymiz. Birinchidan, havo hujumi yoki raketa xavfi haqida ogohlantiruvchi sirenalar yangraganda darhol yaqin atrofdagi bunker yoki boshpanaga kiring. Hech qanday holatda sirenalarni e'tiborsiz qoldirmang va ochiq hududda qolmang. Ikkinchidan, favqulodda holatlarda O'zbekiston Respublikasining Isroildagi elchixonasi bilan zudlik bilan bog'laning. Elchixona barcha zarur konsullik yordamini ko'rsatishga tayyor. Uchinchidan, Isroilda bo'lib turgan barcha chet ellik ishchilari tomonidan Isroil Ichki ishlar vazirligining aholi va immigratsiya boshqarmasining kol markaziga har qanday savol yoki so'rov bo'yicha murojaat etilishi mumkinligini ma'lum qilamiz. To'rtinchidan, Isroilning favqulodda raqamlar ro'yxatini telefon qurilmangizga saqlab qo'yishingiz tavsiya etiladi. Politsiya raqami 100, tez yordam raqami 101, yong'in qutqaruv xizmati raqami 102, front o'rta qo'mondonligi raqami 104. Beshinchidan, sirenalar yangragan vaqtda yoki raketa tushgan joylarni video yoki foto tasvirga olish qat'iyan man etiladi. Bunday harakatlar xavfsizlik nuqtai nazaridan jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin va sizning hayotingizni xavf ostiga qo'yishi ehtimoli katta. Oltinchidan, diqqat qiling. Noma'lum jismlar yoki raketa parchalari yonida bo'lish hayot uchun xavfli. Esda tuting, agar siz biror siniq parchalangan yoki noma'lum buyumni payqasangiz, darhol xavfsiz masofaga o'ting va xavfsizlik xizmatlariga xabar bering. Yettinchidan, Isroilni tark etish xohishingiz bo'lsa yoki vatanga qaytishga zaruriyat tug'ilsa, Isroil-Misr nazorat o'tkazish punkti Taba Begin orqali o'tish imkoni mavjud va quyidagi tartib bo'yicha amalga oshirish mumkin. Chegarani kesib o'tishda amal qiluvchi pasport va boshqa zarur hujjatlaringiz to'liq va tartibda bo'lishi shart. Nazorat o'tkazish punktlari Isroil va Misr chegara xizmatlari ko'rsatmalariga qat'iy amal qiling. Chegaradan o'tish imkoniyati va tartibi vaziyatga qarab o'zgarishi mumkinligi sababli oldindan rasmiy manbalar orqali ma'lumotlarni aniqlab olishingizni tavsiya etamiz. Tabadan Sharm el-Sheyxgacha avtobus yoki avtomobillarda harakatlanish imkoniyati mavjud. Sharm el-Sheyx aeroportidan aviaqatnovlar Uzbekistan Airways, Centrum Air, Qanot Sharq, Air Samarkand hamda mahalliy va xorijiy aviakompaniyalar aviaparvozlari orqali O'zbekistonga yetib olish mumkin. Misr hududiga o'tishingizda muammo yoki favqulodda vaziyat kuzatilsa, iltimos O'zbekiston Respublikasining Isroil hamda Misrdagi elchixonalari bilan bog'laning. Aziz vatandoshlar, sizning xavfsizligingiz bizning ustuvor vazifamiz. Iltimos, vaziyatga jiddiy yondashing. Rasmiy axborot manbalariga tayaning va ehtiyotkor bo'ling. Elchixonalarning rasmiy Telegram kanalini kuzatib boring.